Haluk nima laborda azgalar Ağır
Siri gül yüzü görmem cihan gülzar neyle ayak yüreğim aldırdım bırak dildar neyle yeter yesir mehrem yolum ısrar neyle malamat bir sıkılsın yer yuktar neyle kiçime Karnımı izlerime aya ay canım sana sadağımdan yâre asirim nigara
Gönül hüsnü çırağım yanıp pervaz buldum beni berpa Aziz ustozlar, tengdoshlar, do'stlar, mana shu Koshonaga avvalambor xush kelibsizlar. Sizlarni mana shu bugungi o'tirish kechasiga tashkilotchilar nomidan avvalambor xush kelibsizlar deymiz. O'zlaringning uylaringda chizib bemalol o'tiraverasizlar. Mana 1966-yilda hammamiz bittamiz megada, bittamiz sal kattaroq narsada shu birinchi sinfga borganmiz. Men kalish kiyib borganman. Ha, qizlar, do'stlar. Bu vaqtda kalish ham shunaqa o'yin ekanda. Men qizil bolta kiyardim. Mana yo'q, 10 yil o'tib 76-yilda hammamiz har qayoqqa uchib ketganmiz. Mana 10 yil o'tib bir bolani o'tirgandik, mana 20 yil bo'ldi. Mana bugun 20 yil o'tib bag'ishlangan bir o'tirishdamiz. 20 yil o'zi bitta o'ylab ko'rsiz, bitta odamning umri, bitta yigitning umri. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor degan qo'shiqda so'z bor. Endi sizlardan bitta iltimos. O'zi bu programmada bu yo'q, bu narsa yo'q edi. Men shuni iltimos qildim. Shu davrda oramizdan ketgan marhum ustozlarni hamda do'stlarimizni xotirlab 1 minut shu bir dam bo'lsa ham sukut saqlab qo'ysak, shularning xotirasi yod bo'lardi. Bugungi davramiz tantana ravishda ochildi deb e'lon qilinadi. Davramizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatishga urinmagan yosh xonanda, sochlari yaxshi o'sib keladigan do'stimiz bo'yi 180 Murodjon To'raqulov Oxunbobo maktabining musiqa o'qituvchisi hamda to'garak rahbari bugun xizmatimizda bo'ladi. Marhamat. Qizil pulmida, aytamini qizil pulda. Bitta o chevongan chelsi beradi.
çehresiden arvoidur Yarasani çaman budur Bunaqa şan günlerden Bunaqa şan günlerden Magar kimsin bunaqa şivaran Ağlaydır Rayim ağlaydır Garibinge tarafım kimden cani ne yerde bu seni gülhan görüşün can bağırın kim can bağırın garibinge tarafım kim canidir kim ente canidir
o'quvchilar, hurmatli yoshlar. Mana shu bugun meni shu kecha borib nechaga ta'lim qilganda bitta narsa esimga keldi. Hayot shuncha tez, shuncha bir qushkabi tez ushib o'tadigan narsa ekanki, ana sizlarni men hozir qaysi partida o'tirganlaringni ham ba'zilaringni bilaman. Esimda turibdi. Lekin qaysilaring yerdosdan kimga qarab o'tirganlaringni ham har zamonda ko'rib qolaman. Zo'yjani men o'tirganda men esimda. Shunchalik vaqt tez o'tishiga qaramasdan xotira bu uzoq vaqt qolar ekan, men 20 yil desa hech bir tasavvur qila olmadim. Endi o'qituvchi bitta narsadan xursand bo'ladi hayotda. Ana shu o'zi tarbiya qilgan, o'zi o'qitib hayotga yo'llanma bergan o'g'il qizlar hayotda o'rnini topgan bo'lsa, biz doim xursand bo'lamiz. Mana men bugun sizlarni ko'rib yana bir marta shunday xursand bo'ldimki, hamma hayotda o'z o'rnini topgan. Endi shu hayotda o'z o'rnini topish bilan birga o'ziga o'rindoshlarni ham allaqachon tayyorlab qo'ygan. Mana yo'lda kelayotib bittasidan so'radim. Hali bir ashula bor edim, bir dona edim, 1000 dona bo'ldim, necha dona bo'ldingiz? 5 ta bo'ldi. Endi hayot shunaqa edi. Hayot bir shirin narsa. Bu hayotdan hech kim qo'ymagan, bundan keyin ham qo'ymaydi. Lekin hayot shirin, qanchalik shirin bo'lsa ham, do'stlar diydori, do'stlar davrasi undan ham shirin. Bir-birini yo'qlab, bir-birini ko'rib, yoshlikni eslab turishni o'zi bu yana bir yoshlik. Men mana sizlarda davralarni ko'rishimdan birga o'zimda nafaqat sizlar o'quvchilar, men hali o'zimni shunaqa davrani ko'rganda, yo bo'lmasam 20 yillik qutda boshqa qutda desa, men o'zimni o'quvchilik davrimda ko'z oldimga keladi. Biz ham sizlarga o'xshab partda o'tirganimizda, haligi sizlarga o'xshab partidan kimdi chashini beylab qo'yib, kimdi nima qilib degandek qiyratib yurardik-da. Sizlar bularcha o'g'il bolalar bo'sh edi, bizda qolmas edi, biz qiyratib. O'shandan bularni ko'proq so'kardik-ku. Bizga o'xshamagan derdik-da. Mana shu yoshlar shunchalik bo'lib eslab tahlil qilib menga 1000 marta rahmat. Men sizlarga shuni istardimki, mana shu hayotda topgan o'rlaring bundan keyin ham, hozirgi nimadan ham, hayotdan ham go'zalroq bo'lsin. Bola chaqalaring bilan baxtli bo'linglar. Mana shu hayot, shu kelajak doim sizlarniki, sizlarni bolalaringniki bo'lsin. Men mana shu yo'lda sizlardan adashmasdan, bardam qadam bilan borishda doim tilakdoshman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Butun maktab o'qituvchilari nomidan, sizlarni tarbiya qilganlar nomidan, shu bilan birga oilamiz nomidan sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt, saodat tilayman. Endi oxirida bitta narsa, birinchi sinfda o'qigan nimalaring kelmabdi. Men ham hali boshlang'ichlarga kirganimda bitta narsani guvohi bo'lib qolaman. Maktabga birinchi kelganda yo o'tirishni biladi, yo turishni biladi. U vaqtda haligi hozir sizlarcha madaniyatli bo'lib qolganlar, bolalarning cho'ntagiga ro'molcha solib qo'yasizlar. Yoki bo'lmasam, mana aytganda inna uchidan kuylab qo'yishadi. Men o'sha birinchi sinfga kelganda sizlar ko'rsatuvlarga kerak, opalaring, bunday vaqt ketdi desa, nima qilishni bilmay qolib, bunday qoladi. Mana hozir qarang hayotda. Shunchalik chiroyli, shunchalik go'zal bo'lib davrada o'qibsizlar. Men ana shu bolalaringni ham o'zlaringga o'xshagan qilib tarbiyalab, hayotga yetuk kishi qilishlaringda yana bir bor baxt, saodat tilayman. Hali aytasiz, hali o'zingiz bilgan nimalardan. Hali aytyapsizki, bular yuvosh deyapmiz. Biz 20 yilda tajribani oshirib oldik. Hep yigitlar ham turishibdi, bugun sochini agar sotib bo'lsa yurib ham qo'yamiz deyapti. Endi domlamiz juda yaxshi gaplar gapirishdi. Juda zo'r ko'ngilda, hammani ko'nglida gap gapirdi. To'g'ri, ortiqcha gap emas. Hamma ko'nglida shuni istab turadi, domla shuni nima qildi.
Endi yana bitta tabrik navbati bor. Domlaning shogirdlaridan biri hozirgi kunda pedagog ham pedagogga ham tashakkur etmoqchi bo'lgan do'stimiz bor. Nemajon Hakimga so'z beramiz. Marhamat Nemajon Hakimov. O Nemajon. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar, ustozlar. O'y qizlar. Kechaga endi har ikki bo'lib. O'tirib olinglar. Qani hammalar stolga o'tirib olinglar-chi. Yo'qlama qilamiz, yo'qlama jurnalni boshidan. Toshingda o'tiraymi? Tutib berishib ketdi ya. Ovozlar hammasi yoziladi? Yo'q, qo'shilsinlar. Bugun mana shu yerga o'rta maktabida to'g'rilaganimiz 20 yillik yubileyni nishonlayapmiz. Mana shu munosabat bilan hammalaring xush kelibsizlar. Nima deymiz endi? Mana shu yerda mana 3 ta 10-sinfda yigit qizlar o'tiribdi. 3 ta A, B, V. Men endi o'zim 3-sinfda ham bitta o'qib chiqqanman, adamlar. A'da ham o'qiy, birinchi A'da o'qiy. B'da o'qiganman, keyin A'da. Yaxshi o'qimagan. Oxirida B'da o'qiganman. O'tirib Hammalaringga mana shunaqa 20 yilligimizdan yana 30 yilligini, 40 yilligini, 50 yilligini nishonlaylik. Sog' salomat qatorimizdan kamaymasdan mana shunaqa salqin joylarda birgalikda hamisha bir-birimizni unutmasdan kutib Hammalaringga uzoq umr, sog'lik salomatlik tilayman. Mana bu yerda o'tirgan ustozlarimiz, mana domlalarimiz, mana shularga ham uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar. Rahmat, nima deymiz endi shu? Hammalarni birdan ta'zim chiqadigan bo'lsa, qolganlarga so'z navbati yetmay qolar ekan. Bahadır kervanı sarmaz
qo'shibdi. Hali ham ustozsizlar Allah, hali ham. Shirin xotiralardan, qiziq voqealardan sekin berishgan. Endi o'sha 76-yildan keyin hammamizni taqdir har tomonga uloqtirib yuborgan. Kimdir Andijonda, kimdir Namanganda, kimdir Toshkentda, boshqa joyda xizmat qilib, boshqa qilib preshillikda ishida yuribdi. Lekin bugun 20 yillikka juda ko'p mehmonlarimiz o'z qimmatli vaqtlarini ayamasdan yetib kelishgan. Ana shunday do'stlarimizdan biri ham mehmonimiz hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi xodimi do'stimiz Zafarjonga so'z beraman. Marhamat Zafarjon, qabri navbati sizga. Hurmatli so'zdoshlar, do'stlar, o'rtoqlar. Bu sana bugungi sana 27 sanamiz. Men gapni rost aytsam, oxirgi paytlarda shu xizmat ko'paygandanmi, ish ko'paygandanmi 20 yil bo'layotganini bilmay ham qoldim. Shu 2 kun burun men shu xabar menga yetib bordi. Keyin men o'zimcha o'ylab qoldim. Shu 20 yil o'tib ketdimi shu 10da bitirganimizga. Hali yaqindagina o'sha yerda shu qishloqda chopishib yurgan odamlar 20 yil shuncha tez o'tib ketdimi ekan deb o'zimni ustimda bir ozgina o'yladim. O'ylab shu paytda birga o'qigan sinfdoshlar, o'rtoqlar hammasini bir ko'z oldimdan o'tkazdim. Hamda shu bilan birga shu paytda shu o'rtoqlarimizda shu qiziq voqealar maktabda shu sinfda endi biz oxirgi kelganimizdan keyin sinfga keldik. Bungacha o'zimiz Beruvi maktabida o'qiyapmiz. Shu qiziq voqealar menga esimga keldi. Shulardan bir ikkitasini men sizlarga aytib bersam, balki eslaringizda bordir, balki eslaringizda yo'qdir. Biz juda kichkina 4-sinfda o'qiyardik. Keyin bolalarimiz ichimizda mana shu O'tkirjon bilan Botirjon eng sho'ximiz, o'zlaringizlar. Keyin O'tkir bilan Botir Ismoiljon uchovi bir kun kino ko'rishgan ekan. Hali asrlarda olishini qo'lga olib, nimalarga lagerlarda asrlarda beylashni nima qildi. Barcha qizlarimizni bir asr olamiz, beylaymiz dedi. Bu eslaringizda bormi yo'qmi bilmayman, 4-sinfda edik lekin. Keyin haligi maktabimiz o'rtasida katta hol bo'lardi, bilsalaringiz. Shu tolga keyin 8 tagina qizimiz bor edi o'zi. Yo 9 tami? 9 ta kamiga bo'lib, keyin haligi qayerdandir arqon topib, qizlarni o'sha tolga beylaganmiz. Biz hadisimizni bir turidi. Qizlarimizni beylab, o'zimiz o pastda kimga to'y baraga o'sha qarab ketib yordik. Uchayamiz shunday kasar o'qiganga kelmagan darsga. Keyin shu bilan qorovulmi bittasi kelib, qizlarimizni qutqarib olib, o'qib qildi. Endi bu yaxshi ham o'shani qilganimiz shu narsa esga qoldi. Endi qizlarimiz ham bizga shunaqa narsalar qilgandir. Endi ularni biz esimizda yo'q. Yana bir narsaki, men til adabiyotga juda qiziqardim. Bir paytlar jurnalist bo'laman degan fikr bo'lardi. Shuning uchun mana masalan berilgan bayonlar, insholarni masalan vazifa berishdan oldinoq yozib tayyorlab borardim. Keyin o'rtoqlarimni yozganini ham juda diqqat bilan eshitardim. Nimalar yozishgan nima? Birovlar ahamiyat bergan, birovlar ahamiyat bermagan. Bir kun keyin biz qaysidir bir temadan 7-sinfda edik. Gulchehra ayamiz yozib berdi bizga. Shu hammalaring shu uyda shu bayonni yozib keldi. Yozib kelgandan keyin mana Halimboy o'rtog'imiz nima yozdi? Bayonni boshlashda birinchi chas, birinchi parda degan. Kinoni ko'rib yurgansiz. Eslab birinchi parda chiqardi. Cho'rnidagi kinolarda qisqada ko'rsatganda shunday kino chiqardi. O'shani eslab qolgan. Bayonda o'zlaringiz bilasizlar, bu o'g'richa so'zlar ham nima, masalan, ssenariy emas, bu narsalar yozilmaydi. Lekin do'stimiz birinchi parda deb turib yozib ketdi, Farhod Rashidovni. Undan keyin yana ikkinchi parda deb, ikkinchi parda deb yozdi. Shunaqa 11 pardali bayon yozibdi. Kinolar haqiqatda shunaqa 9 ta 11 pardali kinolar bo'ladi. Keyin Ismoiljon degan o'rtog'imiz bor, Namajon hammadan yaxshi bilasizlar. U kishi rus tilidan juda ham bo'sh edi. Rus tili. Nima, rus tilidan boshqasi bo'lsa bo'ldimiga, hammasini lekin fanlardan yaxshi shunaqa. Keyin u kishini yozgan bayonda har bir so'zda polka deb qo'shib ketgan. Faqat degan so'zni o'rniga bayonga polka degan so'zni qo'shib ketgan. Keyin yana bir narsa, keyin bir kun 8-sinfda o'qiymiz. O'quvchilarimiz aytdiki, "Qani, ertaga sen kim bo'lmoqchisan?" degan temada bir bayon yozinglar yana dedi. Keyin shunda meni esimga qolgani shuki, O'tkirjon o'rtog'imiz shunda yozgandiki, men katta bo'lsam shofyor bo'laman. Yo'lda ketayotganda qari kampirlarni, chollarni olib ketaman deb yozgan ekan.
Endi bilmayman. Yo'q, do'stlar, men mana masalan o'sha yoshligimizdagi beg'urur, benima bo'lgan hamma narsalarni ozgina men tarixga qaytishimga, masalan, uzun demayman, chunki do'stlarim, men sizlarni ko'plaringni 20 yilda birinchi marta ko'rib turibman. Xuddi shunday. Endi shularni to'g'ri ko'p narsalarni eslashga to'g'ri keladi. Keyin mana Oxun Boboyev maktabimizga keldik. Xuddi o'zimizga o'xshagan, bizdan ham sho'x A sinf, B sinf bizga qo'shildi. Haligi eslaringda bo'lsa, bolalarda darrov joy o'zgargandan keyin qizlarda tanlovda bo'y bilan o'zgaradi. Keyin kelgandan keyin A'lar B'ni yaxshi ko'rishni boshladi, B'ni yaxshi ko'rishni boshladi, Lekin qizlar, do'stlar, mana men hayotiy tajriba shu narsaga keltirdiki, mana masalan tashqarida masalan ko'p ko'rgan, ko'p bilgan odamlar bilan gaplashganimdan keyin ko'p shu narsaga keldimki, shu paytlarda agar o'sha narsalar, o'sha aytilgan gaplar bo'lib, yigitlarimiz, qizlarimizga yetishmay qolgan bo'lsa, aybdor faqat bizning yigitlarimiz ekan. Bizning yigitlarimizni faqat bo'shligi xolos ekan. Ular gulgunday ochilib, birovlarning xonalarini bezatib, chiroyli bo'lib, hammasi o'sha o'zlariga qo'yilgan vazifalarni juda chiroyli qilib bajarib yurishdi. Men ichni o'sha paytda ham ko'zga tashlanmagandim, hozir ham ko'zga tashlanadigan odam emasman. O'zim shuning uchun men haqiqatan shunaqa bo'lganda Oxun Boboyev maktabidan emas, Farg'ona oblasidan xotin topilmadi menga. Surxondaryodan olib keldim bor. Topilmadi. Nima? Topilmadi. Yo'q, bo'shligimdan. Hech narsa qo'limdan kelmasligidan, hech narsa udda qilmasligimdan shu yerda onda o'qiganda ham bittasini ushlab qola olmadim, keyingi chiqlarga ham qaramadim, ushalmadim. Unga vaqtim ham bo'lmadi. Endi do'stlarim, bu sizlarda mana masalan bu bir xil narsalar, domlalar, mana ustozlar sizlar to'g'ri tushunishlari kerak. Birinchi navbatda bu sizlarni faxrlaring. Domlalar uchun domlaning o'quvchisi qancha yuqori martabaga ko'tarilsa, qanchalik yuqori, qanchalik mustaqil, qanchalik baquvvat kishi bo'lsa, domlaning g'ururi. Chunki bugungi kunda men ham domlada ekanman. Meni qo'limda ostida 900 ga yaqin oliy ma'lumotli hamda o'rta ma'lumotli farmatsevtlar hamda provizorlar xizmat qiladi. Mana bugungi kunda Xudoga shukr, mana shu yetkazganiga shukr mustaqilligimiz, bu ham g'urur. Sinfdoshlar, bir kun mana shu narsa bilan bir kun g'ururlanish mumkinki, birinchi bo'lib mudofaa vazirining dori-darmon ta'minoti bo'yicha yordamchi bo'lib saylangan postga mana sizlarning sinfdoshlaring men saylanib bordim. Men shu joyga bordim. Endi bu qiziq joylarni men o'zimda tariximdan ko'p narsadan bir ko'plar masalan biladi, ko'plar bilmaydi, bitta ikkita qiziq joylarni aytib berishim kerak. Mana maktabni bitirdik, Nazirjonlar, hammamiz biz Toshkentga bordik. O'rtoqlarimiz ko'plarni onasi chopgan 76-yil ular o'qishga kirishdi. Biz 76-yil o'qishga kirmasdan hammamiz qaytib kelib, Botirjon, Salimjon, Azamjon hammamiz birga bo'lib qurilishga bordik. Qurilishda ham ishlab ko'rdik, kechalari o'qidik. Keyin 77-yili Toshkent farmatsevtika institutiga kirdik. Toshkent farmatsevtika institutida 3 yil o'qigandan keyin bu yerdagi bilimlar bizga kamdek ko'rindi. Biz endi borib G'arbiy Sibirdagi bilimlardan boshqa yerlarda odamlar qanaqa o'qishni ko'rish uchun G'arbiy Sibirga ketdik. Tomsk shahrida 2 yil Harbiy meditsina akademiyani, Leningraddagi Harbiy meditsina akademiyani Tomsk bo'limini, farmatsevtlar bo'limini keyin 72% a'lo bilan bitirdim. Yana 3% faqat rus tili meni badbayt qildi. Agar rus tilidan men yaxshi bilimim nima bo'lganda, men o'sha Tomskni birinchi bo'lib o'zbeklarning ichida a'lo bilan bitirgan odam bo'lishim mumkin edi. Faqat menga 3 ball yetmadi. Shuning uchun men doim o'shancha o'zim gazetaga yozgan statiyam ham rus tili to'g'risida nima uchunki, o'sha zamonda, o'sha paytga o'sha til kerak edi. Hozir bugun ham kerak, lekin o'sha kunda eng birinchi narsa edi. O'sha narsalar alam qilganidan, shuncha nima narsani bilimda o'qib bo'lgan keyin rus tilidan bo'lmaganidan alam qilib keyin gazetaga shu rayondoshlarimizga yozganmizki, rus tiliga ahamiyat berilsin. Rus tilini bilmasa, demak shuncha yaxshi. Undan keyin Tomskni bitirib keldik, mana bizni ona yurtimizga deb Turkiston harbiy o'quviga qaytib keldim. Leytenant zvaniyasi u paytda yoshimiz, baquvvat, 23 ga kirgan, endi yangi молодой leytenant. Bu paytda bizning sinfdoshlarimizni ko'plari salagada, ko'plari o'zi farzandlarini 2-3 yoshar farzandlari bor edi. Shu bilan biz keyin bizni Termiz shahriga ishga jo'natishdi. Termiz shahrida 1 yil ishlamasdan Afg'onistonga, haligi internatsional bursni bajarish uchun Afg'onistonga jo'natishdi. Ana Afg'oniston, 2 yil Afg'oniston, undan keyin Boltiqbo'yi respublikasida, 8,5 yil Boltiqbo'yi respublikasida, undan keyin Kaliningrad oblasida yana 1,5 yil. Shularni bajarganimizdan keyin O'zbekistonda mustaqillik bo'lib,
keyin bizni shu yerga ishga taklif qilishdi. Ko'p keyin hammasi engajib qolgan. Zabarjon ham she'rlarga usta bo'lganda bu do'stlariga yordam berib hech kim yaxshi ko'rmagan. Aziz sinfdoshlarim, ya'ni do'stlarim, o'rtoqlarim. Mana 20 yildan keyin biz bu yerda uchrashib turishimiz juda katta baxt. Men shu fursatdan foydalanib sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, bolalaringni havasini ko'rishlaringni, hammalaring bolalaring bilan, xo'jayinlaring, yigitlarimiz esa rafiqalaring bilan bir umrga baxtli hayot kechirishlaringni tarafdoriman. Men shu fursatdan foydalanib sizlarga o'zimning eng yaxshi ko'rgan she'rim, munojatni tinglab aytib bermoqchiman. Baribir aytizardik. Qani ayt, maqsading nimadir seni? Nechun tilkalaysan bag'rimni ohang? Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim? Nechun kerak ribo senga shuncha g'am? Yeshilib to'lg'anib ingranadi. Qaylardan kelmoqda bu ohu faryod? Kim u yig'layotgan navozimikan? Qayomay kuysi qayyomikan dod? Bas yetar chalg'uvchi, bas qil sodingni, bas yetar ko'ksimga urmagin xanjar. Nahotki dunyoda shuncha g'am bordir, agar aldamasa shu sovuq sirlar, garchi eshitganim bo'lmasa riyo. Endishik emassan, zorsan tabiat, sen ona emassan, jallovsan dunyo. G'amning iziga qanday yuriy olgan ekan odamiy ham. Rahmat ishonlaring. Voy iflosa go'sht sho'g'an. Ne yapacağım bana kadar ne yapacağım? Yer yaşadı. Bulardı. Vay vay. Ketyaptimi hozir? Ha, olyapsiz. Olyaptimi hozir? Sekin qarab turasiz. Odamlar Sekin, ha. Tez qilmang. Ha, bana soğan ekti bu biz. Sekin bo'ladi. Belet başı koruyorsan siz. Ha? Belet başı koruyorsan. Ve kelleler buradan boş kelleler özünü. Sen hep yapıyor. Kötersen. Mana uni bosib qo'yasiz. Qo'lingizda oling. Yapın olyapti o. Bu yerda. Badollarami? Olyaptimi hozir? Olyapti-ku hozir. Olyapmayman. Ha. Video Ezib qo'yaylik, to'xtayapmi? Esiz to'xtaysiz. 8-sinfgacha. O'shanda chef deyiladi bizim maktab. Mana Qarshi Lovoshda o'rtoqlar bilan birga o'qiganmiz. Zo'dan o'rammi? Ha? Zo'dan. O'sha yerda mana hozir barmog'ingizni bossangiz, bunday bossangiz ona yaqinlashtiradi. bu kishi ham ajoyib bir Yaqinlashtiryaptimi? joyda ishlar faoliyat ko'rsatyapti. Bizni Qattiq havosingiz tushib qo'lingiz. Bo'ldi, bo'ldi. Uzoq yaqin, juda yaqin qo'yardingiz. Hozir Endi bo'sini bosing. Bo'sini bosing. manami? Ha. Bosing. qanchalar bo'lib ketadi. Tezsal tevroq qo'ying. Bosing. Doim qaraqa Uzoqlashtiryaptimi? Ha, bu o'sha yerda bir nima bo'lardi? Eslasalaring, bir uzun, bir nima derdik? Bom derdik. Endi mana juda katta qolibmiz, oldingizdek hikoyat qilardik. Endi ko'plarda biz qo'shiq aytib mana murojaatga o'xshaganlarni. Mana murojaat aytyapti, men ishlar murojaat aytaveradi, endi o'ynab beraman. Murat shu bobiga choldikda. Endi raqsga tushganlarga oxirigacha tush o'rtoqlar. Ikkita o'yna oxirigacha. Ha, qilish yo'q. Bo'lmasa o'zimiz aytib olamiz shularni.
Hafzini çağırdılar benden Sıçan şöyle zamansız Hafzini çağırdılar benden Hafzini çağırdılar benden sohani egasi Ahmedjon akam bitta tan bergan joyim mana o'sha yerda o'tirganlarda 70% dan oldin domlamashga kelishgan. Bu masalan bir joyga yetgandan keyin hammamiz nima qilib o'zimizni vaqtimizni hisoblaymiz. Dardlarini bilsam u bir oshno bo'lsam degan maqsadda kelishgan ekan. Haqiqatda tan berdim domlalar. Tabrik uchun so'z ustozimiz Oxun bobo maktabining fiziga o'qituvchisi Jo'ray Mahmudjon akamga marhamat. Jo'ray Mahmudjon aka marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hozir do'stlar davrasidamiz. Bugungi shodiyona kun bilan sizlarni avvalambor qizg'in tabriklayman. Mana 10 sinfni bitirgan paytda ham sizlarga omadlar tilaganmiz, baxt tilaganmiz. Mana o'zlaringiz hozir eng kamida 3-4 ta bolalarni otasi, onasi hisoblanasizlar. O'z o'rinlaringni topgan, barkamol oila qurgan o'rtoqlarsizlar. Sizlarni bugungi 20 yillik to'ylaring bilan yana qizg'in tabriklayman. Hayotlaringda bundan keyingi ishlaringda sizlarga omadlar tilayman, baxt, saodat. Doim baxtli bo'linglar. Mana shu ishda sizlarga kelgusi ishlaringda omad tilayman. Baxt sizlarga yor bo'lsin. Domla kam bo'lmay, bola chaqarni og'zini ko'ring. Endi maktabda o'tirib turasiz, hozir bitta narsa bor. Azmi Do'raga bitta sinfdoshimizni, bitta qizimizni taklif etamiz. Mana Azzaxonga marhamat. O'tgan boy hozir keldi. Bitta qizi gap bo'lib o'tib ketgan yoshlikda, aytibman, kelib turgan chap tomonimga. Husan Mahmudov ham. Fisultura darsida eslaringda bor, jujurni chiqib rabot beradi, domla kim yo'q deydi, falonchi yo'q deydi. Shunaqa bo'yan bo'lib keladi. O'shagini O'ktamboy Dujur ekan. Mana xursand ergashib olgan sinfdoshimiz bor o'tiribdi. O'shagini kelmagan ekan. Kim o'shanda hayajonlanganmi bilmayman. Keyin domladiki kim yo'q dedi. Keyin ma'qul bo'ldi. Dujur kim dedi, Xursand Mahmud deb tushunadi. Ana Xursand ham kelmagan, Dujur ikkovini ham bittada sotlashyapti. Bo'lgan o'qituvchilarimiz. Sizlarga hammalaringga kelajakda mustahkam sog'lik tilayman. Oilalaringda tinchlik, totuvlik tilayman. Davlatimiz doim tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Farzandlarimizni baxtiga doimo tinchlik bo'lsin iloyim. Hammamiz farzandlarimizni baxt saodatini ko'raylik. Domlalarimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Oilalari bilan doim tinch totuv yashashsin. Endi oilam to'g'risida gapirsam, men cho'llarga chiqib ketganman-da. Bilasizlar. Ikkita qiz, ikkita o'g'lim bor. Katakani mana shu o'zimizni qishloqqa o'rinbosar qilib jo'natganmiz. Endi unutdik, ikkinchisi 11-sinfda buxgalteriyaga o'qishga kirdi. 3-inchisi shofirlikka o'qishga kiryapti o'g'limiz. 4-inchisi mana shu birga kelgan o'g'lim. Endi har kim qayerda bo'lsa ham tinch totuv yashasa bo'ldi ekan. Endi sinfdoshlarimiz yaxshi ko'rib oldimizni to'sgan o'sha vaqtida. Olmagan. Bu haqiqatdan meni ko'nglimdagi armon bu. Nimagaki, sinfdoshlar bitta emas, ishda bittasi yaxshi ko'raman deb qo'yib, bittasiga ishonganda bittasi olmagan. O'sha vaqtda shunaqa bo'lmaganda, balki sinfdoshlarimiz akalaridan ham so'ysiz. Bo'lmasligi uchun to'xtatib ashlasinglar. Sen baribir meni yari kuyunsiga qo'ylangan. Oshu alamingdagi nozu alamingdagi oshu alamingdagi nozu
Oyna güzel oyna, eliye bakıp çıkma falan. Oyna güzel oyna, eliye bakıp çıkma falan. Üstümüze taş kanan. İkramjon Alixonov. Amalga oshmagan o'qituvchi. Ingliz tilini rosa o'rganayotdi-yu. U o'shanda bitirib olganida hozir kim biladi hozir. Angliyada yuramidi. Endi birinchi adabani bor yo'qdan boshlab qo'yaylik, ha? Chunki kelganimizdan beri kimlar keldi? Kim kelishi kerak yana? Ko'rinmayapti yoki balkim yo'llarda kelishadi. Shunga familiya chiqqan o'rtoqlar bo'lsa, men deb qo'yamiz. Men nima aytib turaman? Qo'limga qaraysiz. Bolalar ham bor. Ko'rakan. Ismatli va Salimaxon. Bor. Qo'shib qo'ydim. Qandash qo'shib qo'ydim. Alijon. Bor. Ismoil Esajon. Keladimi? Eshitganmi? Qo'chqorov va Muhabbatxon. Bor. Xo'jalov Valijon. Kelish bo'lsa kerak. Hasanov. Kelmaymi? Biz 74-yilda mana shu Oybek nomli 8 yillik maktabni bitirib, Aham boboyim maktabiga borganmiz. Bu yerda ham juda ko'p. Men ham shaxsan 1 yillik, 2 yillik hayotimda har kunimizni yozaman, o'qiganman. Lekin keyin qizishib, olganimizdan keyin ilhom kelsa olaveramiz. Va hozircha menimcha Haftani tezib. ha, shuna bo'lasan. Hozircha rahmat yana chiqaveramiz. Keling. Biz bolalar ham seni eshak deb uzoqlar. Ko'pchilikga foyda tegyapman. Rahmat. Kelinglar. Kelibdilar. Bugun uncha gapga yo'q odam o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Sizlarni ko'rib o'sha odam bardamon bo'lib qolgan. Kim biladi? Kimdir 8 gacha, kimdir 10 gacha o'qib, har kim o'z yo'lini topib ketdi. Hamma ham topib, yaxshi yashab yurishdi. Endi do'stlar, qaranglarki, shunday bir 20 yil vaqt o'tib ketdiki, bunga hammamiz ham mana shu yerda jam o'tiribmiz. Buning uchun Allohdan beminnat shukr. Rahmat. Shu bir narsa esimga keladi. Nechta bizda sinfdosh qizlarimiz bo'lsa, kimdir turmushga chiqsa, o'zini